Assalomu alaykum. Bugun mana shu pushti iplardan yangi tug'iladigan chaqaloq uchun yumshoq mehrga to'la pilet to'qiyman. To'qib bitkazgunimcha sizlar bilan ozgina suhbatlashib olmoqchiman. So'nggi kunlarda menga juda ham ko'p SMSlar kelmoqda. Kursingiz bormi? Narxi qancha? Onlayn o'rgatasizmi? Shogird olasizmi deb. Shu sababli sizlar bilan maslahatlashib, barakali bir yo'lni tutmoqchiman. Men onlayn kurs ochmoqchiman. Sizlarga savol: kursni qaysi yo'nalishda qilay? To'qish bo'yicha qilaymi yoki polimerni glinadan 3D bokallar yasash bo'yicha qilaymi? Qaysi biri sizlarga ko'proq qiziq va eng muhimi, kursda nimalarni o'rganishni xohlaysiz? Fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Shu sababli kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgancha, sizlarga yana bir kichik yangiligim bor. YouTube'da ham kanal ochdim va u yerda ham darslar chiqarib boraman. Profilim shapkasida silkasi bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, inshaalloh barchamiz uchun manfaatli bo'ladi. Menga obuna bo'ling va kanalimni kuzatishda davom eting. Sizlarni juda katta yangiliklar, master klasslar kutyapti. Har biringizni qo'llab-quvvatlashingiz menga kuch beradi.